Assalomu alaykum. Mana muhtaram. Dildora Zohirova, yoshim 55 da. Samarqand viloyati Tayloq tumanida yashab kelyapman. Men 20 yil davomida bronxial astma bilan kasallanib kelganman. 32 yoshimdan boshlangan bronxial astma. O'txaltam hamma vaqt pristup berardi. Oyoqlarda shish. O'sha astma boshlangandan keyin nafas qisishlar, yuragimga nagruzka, mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu nimani men 24-yilda dugonam Shahnozani taklifi bilan bu bilan biz bo'lsa 10 yil birga o'qiganmiz. Aka ukalarning farzandlari biz. Qanaydir ishonch bo'lmagan, quloq solmagan, yo Xudoni aytgan kuni bor ekanmi? Oxirida shunday bo'ldiki, ukol dori bilan yurganman. Pristup ham, boshqasi ham ukol dori shunchalik toshkanlardan, chetlardan olib kelgan ukol dorilar ham ta'sir qilmay qoldi. Oxirida yotib qoldi. Men o'yladimki, shu bilan tamom uchuqlar chiqib ketadi. 45 yoshimda 60 yoshlardan ham 70 yoshlardan ham battar hech nimaga yaramay qoldim. Keyin majbur mana 24-yil yanvar oyida majbur bo'ldim. Buni chunki meni ahvolimni ko'rib yurardi, necha marta meni taklif qildi. Oxirida mana shu o'txaltalarim butun pristup berishni boshlab, nafaslarim qisib, oqshom bilan o'tirib chiqardik. Daji xo'jayinim chiqib aytganki, qarindoshlarga bilmasam xotinim shota mazasi bo'lmayapti, pristup bo'lyapti. Bilmaymanda oxiri nima bo'ladi deb aytganlar. O'shaga daji qarindoshlarimiz nima ham qilganki, yangamni mazasi yo'q. Bu yerda nima qiling, unday deb. Yo'q, Allohga shukr shunday keldim. Detoks, mana shu detoks 90 kunlik programmani tushuntirdi. Mana shu detoksni olib 5-kunda menda pristup to'xtadi. Amega bor edi. Amega qo'shib berdi. Detoks plus bilan menga amega berdi. Aytganiday koralmayimni 1 litr suvga 2-3 ta solib ichdim. Birinchidan H500ni 10 talab ichdim. Chunki mana shu nafas 5-kunda menda hech nima, o'zim hayron qoldim. Turaman, hech nima yo'q menda. Daji xo'jayinimni